Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, har bir nafaqaxo'rni, har bir oilani bevosita qiziqtiradigan yangilik haqida batafsil gaplashamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz nafaqaxo'r bo'lsangiz, yoki yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki 20 oydan boshlab nafaqalar tizimida jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi va bu o'zgarishlar sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotni bilmaslik sizga moliyaviy zarar yetkazishi, hatto katta imkoniyatlarni boy berishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot ko'proq odamga yetib borishiga va ularning hayotida ijobiy o'zgarishlar qilishiga yordam beradi. Asosiy muammo mohiyati xo'sh, avval qanday edi va 20 oydan boshlab nimalar o'zgaradi? Keling, shu savolga chuqurroq javob topaylik. Ilgari mamlakatimizda nafaqalarni hisoblash va oshirish tizimi ba'zan murakkab, shaffof bo'lmagan mexanizmlarga ega edi. Nafaqalarning oshishi ko'pincha hukumatning umumiy qarorlariga asoslanar, bu esa ko'pincha inflyatsiya darajasi bilan to'liq uyg'unlashmasdi. Natijada ba'zi nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarining xarid qobiliyati pasayib borayotganini his etishardi. Nafaqaga chiqish jarayoni esa ko'pincha uzun navbatlar, qog'ozbozlik va uzoq kutish bilan bog'liq bo'lib, ayniqsa keksa yoshdagilar uchun jiddiy qiyinchilik tug'dirardi. Hujjatlarni yig'ish, stajni tasdiqlash, turli idoralar o'rtasida borib kelishlar vaqtini ham, asablarni ham talab qilardi. Ko'pincha fuqarolarning mehnat staji to'liq hisobga olinmasdi. Chunki ayrim ishlagan davrlari rasman tasdiqlanmagan yoki hujjatlar yo'qolgan bo'lardi. Bu esa adolatsizlikni keltirib chiqarardi. Endi esa arimaydan boshlab vaziyat tubdan o'zgaradi. Hukumat nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va nafaqalar tizimini zamonaviylashtirish maqsadida bir qator yangi tartib-qoidalarni joriy etdi. Eng muhimi, nafaqalarni hisoblash va oshirish tizimi yanada shaffof va adolatli bo'ladi. Endilikda nafaqalarning oshishi bevosita mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi va inflyatsiya darajasi bilan bog'lanadi. Bu degani, sizning nafaqangiz endi shunchaki qaror bilan emas, balki aniq iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida muntazam ravishda indeksatsiyalanadi. Ya'ni aholining daromadi oshsa, nafaqaxo'rlarning ham daromadi mutanosib ravishda oshib boradi. Bu pensiya tizimining barqarorligini va nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini saqlashni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Bundan tashqari, nafaqaga chiqish jarayonlari maksimal darajada soddalashtiriladi va raqamlashtiriladi. Bu esa qog'ozbozlik va navbatlarni kamaytiradi. Endi ko'plab xizmatlarni uydan turib internet orqali olish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu ham vaqtni, ham kuchni tejaydi. Batafsil tushuntirish, nimani bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Keling, endi bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak va kimlar bu o'zgarishlardan xavotirlanmasligi mumkin? Birinchidan, yangi indeksatsiya formulasi. Endi nafaqalar miqdori har yili kamida bir marta Markaziy bankning inflyatsiya prognozlari va mamlakat bo'yicha o'rtacha oylik ish haqi o'sish sur'atlarini hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqiladi. Bu degani, sizning nafaqangizning xarid qobiliyati o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashib boradi. Masalan, agar o'rtacha ish haqi yiliga indekubiniga oshsa, nafaqalar ham shu foizga yoki unga yaqin miqdorda oshishi kutiladi. Bu avvalgi tizimdagi ba'zi noaniqliklarni bartaraf etadi va nafaqaxo'rlarga o'z kelajagini aniqroq rejalashtirish imkonini beradi. Ikkinchidan, mehnat stajini hisoblashda yangi yondashuvlar. Ma'lum bir davrlardagi norasmiy ishlar yoki oilaviy sharoitlar tufayli mehnat stajiga kirmagan davrlar ko'p bo'lardi. Endi bir qator ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan davrlar ham mehnat stajiga kiritilishi mumkin. Misol uchun, nogiron bolaga yoki I guruh nogironiga qarash davri. Bu o'zgarish o'z hayotini yaqinlarga bag'ishlagan, lekin shu tufayli pensiya olish huquqiga ega bo'lmagan minglab fuqarolarimiz uchun katta imkoniyat eshigini ochadi. Uchinchidan, raqamlashtirish. Endilikda nafaqa tayinlash, qayta hisoblash va boshqa bog'liq xizmatlarni olish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBankObuz orqali elektron ariza berish imkoniyati kengaytirildi. Bu degani, siz nafaqa bo'limiga borishga, navbatda turishga hojat qolmaydi. Ko'plab ma'lumotlar avtomatik ravishda idoralararo elektron tizimlar orqali olinadi. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak degan savolga javob beraylik. Kim xavotirlanmasligi kerak?
1. To'liq va rasmiy mehnat stajiga ega bo'lganlar. Agar siz barcha hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, mehnat daftarchangiz to'liq rasmiylashtirilgan bo'lsa, yangi tizim siz uchun faqat ijobiy o'zgarishlar olib keladi. Sizning nafaqangiz avtomatik ravishda qayta hisoblanadi va oshiriladi. 2. Raqamli xizmatlardan faol foydalanuvchilar. Agar siz internet va mobil ilovalardan foydalanishni bilgan, MyGov.uz portaliga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan fuqaro bo'lsangiz, yangi tizim siz uchun qulayliklar yaratadi. Siz ko'p muammolarni uydan chiqmagan holda hal qilishingiz mumkin. O'tu. Ilgari e'tiborga olinmagan ijtimoiy davrlarga ega bo'lganlar. Agar siz ilgari nogiron qarindoshingizga qaraganingiz uchun stajingiz to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, endi sizning holatingiz qayta ko'rib chiqiladi va nafaqa olish huquqingiz paydo bo'lishi mumkin. Bu guruhdagi fuqarolar uchun bu katta yangilik. Kim xavotirlanishi kerak yoki e'tiborli bo'lishi kerak? Hujjatlari to'liq bo'lmaganlar yoki staji to'liq rasmiylashtirilmaganlar. Agar sizning mehnat daftarchangizda bo'shliqlar bo'lsa, ayrim davrlarda ishingiz tasdiqlanmagan bo'lsa, bu o'zgarishlar sizni yanada hushyor bo'lishga undaydi. Endi bu masalani hal qilish uchun ko'proq imkoniyatlar mavjud, ammo siz o'zingiz faollik ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. 2. Qayta hisoblash talab qilishi mumkin bo'lgan murakkab vaziyatlardagi nafaqaxo'rlar. Agar siz nafaqa turini o'zgartirishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, masalan, nogironlik nafaqasidan yoshga doir nafaqaga o'tish yoki sizning ishlash davringiz bir nechta tashkilotlarda yoki hatto xorijda bo'lgan bo'lsa, sizning ishingiz alohida e'tibor talab qilishi mumkin. Raqamli savodxonligi past bo'lganlar, agar siz internetdan foydalanishni bilmasangiz, kompyuterda ishlay olmasangiz, yangi raqamli xizmatlar siz uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ammo bu muammoni hal qilishning yo'llari bor. Masalan, oila a'zolaringizdan yoki ijtimoiy xizmatlardan yordam so'rash. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, ota Dilshodning nafaqasi qanday oshadi? Dilshod ota 7 yoshda, uning rasmiy mehnat staji 4 yil. U hozirda 1.500.000 so'm nafaqa oladi. Yangi tizimga ko'ra, agar mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqi o'tgan yilga nisbatan 1 ga oshgan bo'lsa, Dilshod otaning nafaqasi ham shunga mutanosib ravishda, ya'ni kamida 1 ga oshadi. Bu degani uning nafaqasi 1.2 so'mga ko'payib 1.600.000 so'mni tashkil qiladi. Avvalgi tizimda bu o'sish ko'pincha dumaloq summalarda bo'lar. Masalan, 100.000 so'm yoki 100.000 so'm qilib belgilanishi mumkin edi. Bu esa har doim ham haqiqiy inflyatsiyani qoplamasdi. Yangi tizim esa oshishni aniq ko'rsatkichlarga bog'laydi. Ikkinchi misol, ishlayotgan nafaqaxo'r Gulchehra onaning holati. Gulchehra ona 15 yoshda, u nafaqada bo'lishiga qaramay, oilaviy byudjetga hissa qo'shish uchun do'konda sotuvchi bo'lib ishlashda davom etmoqda. Ilgari ishlaydigan nafaqaxo'rlarning nafaqasi ba'zi hollarda ish haqi hisobiga qisman kamaytirilishi mumkin edi yoki ayrim qo'shimcha to'lovlar olmasdi. Yangi qonunchilikka ko'ra ishlovchi nafaqaxo'rlar o'z nafaqalarini to'liq miqdorda olish huquqiga ega bo'ladilar va ish haqlaridan hech qanday chegirib qolinmaydi. Misol uchun, Gulchehra ona 1.300.000 so'm nafaqa olsa va do'kondan 1.800.000 so'm ish haqi olsa, endilikda u har ikkala summani ham to'liq jami 3.100.000 so'm qilib oladi. Bu esa uning moddiy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi va faol hayot tarzini davom ettirishga undaydi. Uchinchi misol, nogiron bolaga g'amxo'rlik qilgan Zuhra ona. Zuhra ona 60 yoshda. U butun umri davomida og'ir nogironligi bo'lgan farzandiga g'amxo'rlik qilib kelgan. Shu sababli u ishga bormagan va rasmiy mehnat staji yetarli bo'lmagan. Natijada u yoshga doir nafaqa olish huquqiga ega emas edi. Faqat ijtimoiy nafaqa bilan cheklanib kelgan. Yangi qoidalar bo'yicha bunday g'amxo'rlik davri agar tegishli tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, mehnat stajiga hisoblanadi. Endi Zuhra onaning nogiron farzandiga g'amxo'rlik qilgan 18 yillik davri uning mehnat stajiga kiritiladi va u yoshga doir nafaqa olish huquqiga ega bo'ladi. Unga masalan 1.200.000 so'm miqdorida nafaqa tayinlanishi mumkin. Bu millionlab oilalar uchun adolat tiklanishi demakdir. 4-misol, hujjatlari yo'qolgan Jamol ota. Jamol ota 6 yoshda, uning 3 yillik mehnat staji bor. Lekin sobiq korxonasi tarqatib yuborilgani tufayli mehnat daftarchasining bir qismi yo'qolgan. Ilgari bunday vaziyatlarda stajni tasdiqlash juda murakkab, ba'zan imkonsiz edi. Jamol ota 1.400.000 so'm nafaqa olardi. Lekin agar uning barcha staji hisobga olinganda
u 1.600.000 so'm olishi mumkin edi. Yangi raqamli tizim va idoralararo axborot almashinuvi orqali arxiv ma'lumotlari tiklash osonlashadi. Jamol ota endi yagona portal orqali so'rov yuborib, o'zining yo'qolgan stajini tasdiqlashi mumkin. Bu esa uning nafaqa miqdorini oshirishga xizmat qiladi. Unga qanday hujjatlar kerakligi va ularni qayerdan olish kerakligi aniqlanadi. Bu kabi holatlarga tushgan fuqarolarimiz uchun bu juda muhim yengillik. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har bir yangilikda bo'lgani kabi bu o'zgarishlarda ham istisnolar. E'tibor berilishi kerak bo'lgan tuzoqlar va ba'zi noaniq jihatlar mavjud. Keling ularni ham ko'rib chiqaylik. Istisnolar: maxsus toifadagi nafaqaxo'rlar, harbiy nafaqaxo'rlar, ichki ishlar organlari xodimlari va boshqa maxsus xizmatlar xodimlari uchun nafaqalar tayinlash va hisoblashda o'ziga xos qoidalar amalda bo'lishi mumkin. Ularga taalluqli o'zgarishlar umumiy fuqarolik nafaqalari tizimdagi o'zgarishlardan farq qilishi mumkin. Shuning uchun agar siz ushbu to'faga kirsangiz, o'zingizning tegishli idorangizdan batafsil ma'lumot olishingiz tavsiya etiladi. 2. Nafaqa miqdorining eng kam va eng ko'p chegaralari yangi indeksatsiya tizimi nafaqalarni oshirsa-da, ularning miqdori hukumat tomonidan belgilangan eng kam va eng ko'p chegaralardan oshib ketmasligi mumkin. Masalan, agar sizning nafaqangiz eng kam belgilangan nafaqa miqdoridan past bo'lsa, u avtomatik ravishda eng kam miqdorga ko'tariladi. Xuddi shunday, agar sizning hisoblangan nafaqangiz eng ko'p belgilangan summadan oshib ketsa, sizga eng ko'p belgilangan miqdorda nafaqa tayinlanadi. Bu adolatli taqsimotni ta'minlashga qaratilgan mexanizm hisoblanadi. Tuzoqlar va e'tiborli bo'lish kerak bo'lgan holatlar. 1. Ma'lumotlar shovqini. Yangi o'zgarishlar haqida juda ko'p ma'lumot tarqalishi mumkin. Ba'zi ma'lumotlar noto'g'ri yoki chalg'ituvchi bo'lishi mumkin. Faqatgina rasmiy manbalarga, ya'ni Pensiya jamg'armasi ijtimoiy himoya vazirligi, Maybokov, uz portali yoki ishonchli ommaviy axborot vositalariga tayaning. Noto'g'ri ma'lumotlar sizni noto'g'ri qaror qabul qilishga undashi mumkin. 2. Raqamli savodxonlikdagi tafovut. Yuqorida aytib o'tganimdek, raqamlashtirish qulayliklar yaratadi. Ammo internet va kompyuterdan foydalanishni bilmaydiganlar uchun muammolar tug'dirishi mumkin. Shu sababli oila a'zolaridan, yoshlardan yordam so'rashdan uyalmang. Mahalla fuqarolar yig'inlarida yoki ijtimoiy xizmat markazlarida ham yordam beruvchi mutaxassislar bo'lishi mumkin. O'tib firibgarlar, har qanday yangilik ortidan firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimi qilib ko'rsatib, nafaqangizni qayta hisoblash bahonasida sizdan bank karta ma'lumotlaringizni, pasport seriya raqamingizni so'rashi mumkin. Eslab qoling. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank karta PIN kodini yoki SMS kodlarini so'ramaydilar. Har qanday shubhali qo'ng'iroq yoki xabarlarga ishonmang. Ma'lumotlarni faqat rasmiy tashkilotlarning o'z ofislarida yoki rasmiy portallarda kiriting. 4. Hujjatlarning to'liqsizligi. Yangi tizim ko'p narsani raqamlashtirsa-da, ba'zi hollarda hali ham qog'oz hujjatlar muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa stajni tasdiqlash uchun eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari talab qilinishi mumkin. Shuning uchun agar sizda shubhali bo'lgan qog'ozlar bo'lsa, ularni hozirdan tartibga solishga harakat qiling. Noaniq jihatlar va ularning oqibatlari idin. O'zgarishlarning kuchga kirish sanasi va amalda to'lovlar. Rasman o'zgarishlar irmaydan kuchga kiradi. Ammo bu degani sizning nafaqangiz miqdori aynan 1 maydan boshlab o'zgargan holda to'lanadi degani emas. Ma'muriy jarayonlar, qayta hisoblash ishlari ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun 1 maydan keyingi dastlabki oylarda o'zgarishlarni darhol sezmasangiz xavotir olmang. Odatda qayta hisoblangan summalar keyingi oylarda o'tgan davr uchun qo'shib to'lanadi. Bu haqida rasmiy bayonotlarni kuzatib boring. 2. O'rtacha ish haqi qanday hisoblanadi? Nafaqaning oshishi o'rtacha ish haqi o'sishiga bog'liqligi aytildi. Ammo bu o'rtacha ish haqi butun mamlakat bo'yicha hisoblanadimi yoki hududlar kesimida farq qiladimi? Qaysi sohalar hisobga olinadi degan savollar tug'ilishi mumkin. Odatda bu ko'rsatkich statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilinadigan umummilliy o'rtacha ko'rsatkich bo'ladi. Ba'zi hollarda pensiya miqdori hisoblanayotgan davrdagi shaxsiy ish haqingiz ham muhim rol o'ynashi mumkin. Bu ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasi veb-saytiga kirish yoki ularning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilish tavsiya etiladi. O'tin, moliyaviy barqarorlik. Hukumat bu o'zgarishlar uchun yetarli
moliyaviy resurslarni ta'minlashga qanchalik tayyor? Bu savol har doim dolzarb. Hukumat ijtimoiy sohadagi bu islohotlarning barqarorligini ta'minlash uchun qat'iy majburiyat olganini ta'kidlamoqda. Bu esa nafaqat tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga qaratilgan qadamdir. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu o'zgarishlardan maksimal darajada foydalanish va hech qanday muammoga duch kelmaslik uchun ana amaliy qadamlar. 1. Joriy nafaqa holatingizni tekshiring. Qayerda? MyTokubuz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kiring. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting. Agar elektron imzo bo'lsa, undan foydalanish yanada qulay. Nima uchun? Bu portal orqali siz o'zingizning mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni, to'plangan pensiya ballaringizni, agar mavjud bo'lsa, shuningdek hozirgi nafaqangiz miqdori va uning hisoblash asoslari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Sizga yangi o'zgarishlar natijasida nafaqangiz qanday o'zgarishini taxmin qilishga yordam beradi. Qanday? Saytda nafaqa bo'limini toping va tegishli xizmatni tanlang. Odatda bu xizmatlar mehnat stajini tekshirish yoki nafaqa miqdorini aniqlash kabi nomlanadi. 2. Hujjatlaringizni to'plang va tartibga soling. Asosiy hujjatlar: mehnat daftarchangizning asl nusxasi, barcha yozuvlar aniq va o'qilishi kerak. Pasport, nikoh yoki ajrim to'g'risidagi guvohnoma, farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari. Agar ilgari nogiron farzandingizga qaragan bo'lsangiz, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'ladi. Qo'shimcha hujjatlar. Agar siz turli korxonalarda ishlagan bo'lsangiz, ulardan olingan ma'lumotnomalar, arxivlardan olingan tasdiqlovchi hujjatlar. Ishlagan davrlaringizdagi ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomalar ham muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda kasbiy malakani tasdiqlovchi hujjatlar ham talab qilinadi. E'tibor bering. Barcha hujjatlaringizning fotosuratlari yoki skanerlangan nusxalarini elektron shaklda saqlab qo'ying. Bu keyinchalik ularni elektron platformalar orqali yuborishda qulaylik yaratadi. O'tu, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Qachon? Agar sizda hujjatlar bilan bog'liq aniq savollar bo'lsa, stajingizni tasdiqlashda qiyinchiliklar bo'lsa yoki yangi qoidalar bo'yicha nafaqa olish huquqingiz paydo bo'lganini taxmin qilsangiz, zudlik bilan murojaat qiling. Biroq dastlabki 2-3 hafta davomida katta navbatlar bo'lishi mumkinligini hisobga oling. Shuning uchun imkoni bo'lsa, avval telefon orqali maslahat oling yoki myPokugov orqali so'rov yuboring. Qanday? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan tashrif buyuring. Shuningdek, ularning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib maslahat olishingiz mumkin. Murojaat qilganingizda barcha savollaringizni oldindan qog'ozga yozib olishingiz tavsiya etiladi. Nima uchun? Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, qanday hujjatlar zarurligini, qanday o'zgarishlar sizga tegishli ekanligini batafsil tushuntirib berishadi. Agar stajingiz bilan bog'liq muammolar bo'lsa, uni tiklash bo'yicha ham yordam berishadi. 4. Onlayn xizmatlardan foydalaning. MyDokubuz portali. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu portal orqali ko'plab pensiya xizmatlarini olish mumkin. Masalan, nafaqa tayinlash uchun ariza berish, nafaqa miqdorini qayta hisoblashga ariza berish, mehnat stajini tekshirish, nafaqa to'lovlari haqida ma'lumot olish. Qadam-baqadam ko'rsatma. Saytga kiring. Ro'yxatdan o'ting yoki shaxsan identifikatsiya qiling. Nafaqa bo'limini tanlang, kerakli xizmatni. So'ralgan ma'lumotlarni kiriting va hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yuklang. Ariza holatini kuzatib boring. Odatda ariza qabul qilingandan so'ng sizga tasdiqlash SMS xabari keladi. Mobil ilovalar. Ba'zi banklar va hukumat tashkilotlarining mobil ilovalari orqali ham pensiya to'lovlari haqida ma'lumot olish mumkin. 5. Yordam so'rashdan uyalmang. Oila a'zolaridan yordam. Agar siz raqamli texnologiyalardan foydalanishda qiynalsangiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yosh qarindoshlaringizdan yordam so'rang. Ular sizga MyPokugov portalida ro'yxatdan o'tishda, ariza to'ldirishda va hujjatlarni yuklashda yordam bera oladilar. Mahalla fuqarolar yig'inlari va ijtimoiy himoya markazlari. Agar yaqinlaringiz yordam bera olmasa, mahalla fuqarolar yig'iningizga yoki ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qiling. Ularda keksa yoshdagilarga yordam berish uchun mas'ul xodimlar bo'lishi mumkin. O'quv kurslari ba'zi hududlarda keksa yoshdagilar uchun kompyuter va internet savodxonligi bo'yicha bepul kurslar tashkil etilmoqda. Ularda qatnashish sizga kelajakda mustaqil ravishda raqamli xizmatlardan foydalanish imkonini beradi.
6. Firibgarlikdan ogoh bo'ling. Ogohlik. Har qanday shubhali qo'ng'iroq yoki xabarlarga e'tibor bermang. Pensiya jamg'armasi sizdan hech qachon shaxsiy bank ma'lumotlaringizni, karta raqami, PIN kod, CVC, SMS kod so'ramaydi. Rasmiy manbalar. Ma'lumotlarni faqat pensiya jamg'armasining rasmiy saytidan, MyOKDK uz portalidan yoki shaxsan pensiya jamg'armasi bo'limidan oling. Shubha bo'lsa, agar biron bir shubhali holatga duch kelsangiz, darhol pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki huquqni muhofaza qilish organlariga xabar bering. Xulosa, hurmatli do'stlar, bugun biz 20 maydan boshlab nafaqalar tizimida kuchga kiradigan muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarimizning hayotini yaxshilashga, ularning moddiy ahvolini mustahkamlashga qaratilgan. Nafaqalarni indeksatsiyalashning yangi, shaffof mexanizmi, mehnat stajini hisoblashdagi adolatli yondashuvlar va xizmatlarni raqamlashtirish kabi qadamlar siz uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Shuning uchun bu ma'lumotlarga jiddiy e'tibor bering. Yuqorida aytilgan amaliy maslahatlarga rioya qiling. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. O'z fikrlaringizni, yangi qoidalar bo'yicha savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashda ilhom beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling.